Diqqat, tezkor xushxabar, pensiyalar oshiriladi. 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiya va nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lovlari miqdorlari 10% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 918 ming so'm etib, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1,12 million so'm etib, kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzand uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning ikkinchi va undan keyingi har bir farzand uchun qo'shimcha 110 ming so'm etib, kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm. Fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiya va nafaqalar miqdori ilovaga muvofiq belgilanadi. 2025-yil 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori 10% ga oshiriladi. Bazaviy miqdorlari belgilash quyidagilar: 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiya hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 471 ming so'm etib, 2025-yil 1-avgustdan boshlab mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1,271 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm etib belgilanadi.